2025-yilda Sirdaryo viloyatida madaniyat sohasini rivojlantirish maqsadida mahalliy budjet, homiylik, jamg'armalar hisobidan shart-sharoit yaratish va moddiy texnik bazani mustahkamlashga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Madaniyat markazlari, filarmoniya va teatrlarda sahna libozlari, zamonaviy texnik uskunalar, transport vositalari xarid qilinib, obyektlar ta'mirlandi hamda infratuzilma yaxshilandi. Shuningdek, soha xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rildi. Umumiy hisobda 2025-yilda viloyatda madaniyat va san'at sohasida shart-sharoit yaratish hamda moddiy texnik bazani mustahkamlash uchun 40 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Ana shu amalga oshirilgan ishlar va mavjud holatlar tahlili doirasida bugun viloyat hokimi Erkinjon Turdimov soha mutasaddilari ishtirokida viloyatda madaniyat sohasida olib borilayotgan ishlarni ochiq va tanqidiy ruhda muhokama qildi. Yig'ilishda asosiy e'tibor hisobotlarga emas, balki joylardagi real holatga qaratildi. Kecha yig'ilish materiallari bilan tanishib chiqib, yig'ilishda qatnashadiganlar ro'yxatidan 3 kishiga telefon qildim. Ularni fikrlari bilan qiziqaychi nima fikrda ekan degan nuqtai nazardan gaplashdik. Birinchi gaplashganim musiqa o'qituvchisi. 17-18 yildan beri bolalarga dutor o'rgataman. Lekin dutorlarimiz eski, torlari uzilgan. Har safar bolalarga sabr qilinglar deyman. Raqs to'garagini rahbarining gapi esa menga juda botdi. Bolalar sahnaga chiqadi. Lekin liboslar 5-6 yildan beri yangilanmagan. Bir kiyimni navbat bilan kiygizamiz. Bolalar "Opcha, nega bizga chiroyli kiyim yo'q?" deb so'raydi. Shu savollarga javob topolmay qolaman dedi. Madaniyat bo'limida tadbir tashkilotchisi esa reja bor, hisobot bor hokim bobo. Lekin transport yo'q, apparatura eski, kino ko'rsatay desak zal yo'q. Keyin yoshlar kelmayapti deyshadi. Yoshlar kelishi uchun sharoit kerak-ku. Bizni o'zimiz tayyor bo'lishimiz kerak-ku. Hokim bobo deb o'zimga qayta savol berdi. Hurmatli hokimlar, hurmatli tarmoq rahbarlari. Bu aytilgan gaplar shikoyat emas. Bu soha fidoilarining dardi, hasrati. 15-20 yillab sahnada, to'garakda, klubda mehnat qilib kelayotgan odamlarning ichidan yig'ilib qolgan alamidir. Bu sizu bizga berilgan ochiq savol, ogohlantirish. Agar biz madaniyat xodimlarining ovozini eshitmasak, ertaga madaniyatning o'zi sukunatga aylanadi. Bu nimaga olib kelishini esa hamma yaxshi tushunib turibdi deb o'ylayman. So'nggi yillarda madaniyat sohasida muayyan tadbirlar o'tkazilgan bo'lsa-da, ularning aholi hayotiga ta'siri yetarli darajada sezilmayotganligi, muassasalar, rejalar mavjud bo'lsa-da, natijalar ko'p hollarda qog'ozda qolayotganligi bildirildi. Madaniyat muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash, pullik xizmatlar orqali imkoniyatlarni kengaytirish aniq belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, ayrim tuman va shaharlarda bu borada ishlar qoniqarsiz ekanligi tanqid qilindi. Mirzobod va Sayxunobod tumanlarida 185 tadan ortiq madaniy tadbirlar o'tkazilgan. Lekin madaniyat bo'limlarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun na Mirzobod hokimi, na Sayxunobod hokimi holing nima deb bir og'iz ham so'ramagan, 1 so'm mablag' ham ajratmagan. Xovos va Mirzobod tumanlarida madaniyat markazlarini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bor, ammo ishlar umuman boshlanmagan. Kinoteatr tashkil etish belgilangan. Lekin Bayovut, Mirzobod, Oqoltin, Sardobod, Sayxunobod va Xovos tumanlarida bu masala hal etilmagan deb aytdim yuqorida. Qaror chiqayapti, lekin ijro yo'q. Topshiriq berilyapti, ammo joylarda nazoratsiz ijro yo'q. Madaniyat markazlari ishlamayapti, yoshlar esa chetda qolyapti. Hokim o'rinbosarlarimiz esa madaniyat boshqarmasi va joylardagi madaniyat bo'limlari o'z vaqtida harakat qilmayapti. Moliya organlari birontasi bormagan. Qurilish sohasi mas'ullari esa obyektda emas, kabinetda o'tiribdi. Umuman olganda viloyatimizda hamkorlik zanjiri uzilgan. Bunday holatga endi yo'l qo'yib bo'lmaydi. Yig'ilishda madaniyat bo'limi xodimlarining ijodiy faolligi, bolalar musiqa va san'at maktablarida o'quvchilarning darsga qatnashish ko'rsatkichlari ham tahlil etildi. Yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar aniq misollar bilan ko'rsatib berildi.
Teatrda bir kun tashabbusi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ham muhokama markazida bo'ldi. Yakunda madaniyat sohasiga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Har bir rahbar o'z muassasasi, o'z hududi va o'z yo'nalishi uchun shaxsan javobgar ekani belgilandi. Madaniyat sohasida hozir natija yo'q. Hisobot ko'p, qog'oz ko'p, lekin hayotda o'zgarish sezilmayapti. Bu fakt. Madaniyat bayram o'tkazib, suratga tushish yoki oy oxirida hisobot topshirish emas. Madaniyat odam ongini o'zgartirish, yoshni tarbiyalash, jamiyatga ta'sir qilish. Hozir esa ko'p joylarimizda madaniyat muassasalari tirik emas, ishlayapti deb hisob qilinayotgan binolarga aylangan. Ichida harakat yo'q, tashabbus yo'q, ta'sir yo'q. Hozir biz uykudamiz hamma. Endi uyg'onishimiz kerak, o'tirishimiz kerak, turishimiz kerak, yurishimiz kerak, yugurishimiz kerak biz bugun. Shu yerda ochiq aytaman. Formal ishlashga shu kundan nuqta qo'yiladi. Ishlayapmiz degan bahonalar qabul qilinmaydi. Natija bermayotgan har bir rahbar bo'yicha shaxsiy javobgarlik masalasi qo'yiladi. Mablag' ajratildi degan gap meni qiziqtirmaydi. Natijasi qayerda? Mana shuni so'rayman. Agar natija bo'lmasa, demak mablag' oqlanmagan. Hokimlarning barcha o'rinbosarlari bu narsani qulog'iga quyib olsin. Aybni boshqadan izlash davri tugadi. Hokimiyatdan, madaniyat vazirligidan, sharoitdan bahona qilish yaramaydi, bo'lmaydi. Har kim o'z sohasi, o'z muassasasi, o'z natijasi uchun shaxsan javob beradi. Agar siz rahbarlik qilayotgan tashkilot odamlar hayotida sezilmasa, bilingki sizni tashkilotingiz keraksiz tashkilot. Topshiriqlar berildi hozir. Muddatlarni ham aniq ko'rsatdik. Nazoratni o'zim qilaman. Xulosa juda qattiq bo'ladi. Hech kimni qo'rqitmoqchi emasman. Faqat iltimosim bor, hamma buni to'g'ri tushunib olsin.